yuqori darajadagi kuch bilan nima qilyapti? Yukni ko'targan vaqtda agar mana bu kuchok sizlar bilan biz yaratgan erkin texnologiya bo'yicha yaratilgan bo'lsa, bilasizlar, mana bu amrat qiyshayib ketsa, ya'ni mana bu kuchok amraga bo'lib ketsa, yuk tasavvur qiling, bu agar og'ir yuk bo'lgandan keyin xohlasak, xohlamasak qimmatbaho hisoblanadi. Ana o'sha paytda qimmatbaho yukingiz nima bo'lib ketadi? Sochilib ketgandan keyin nima bo'ladi? Ana o kran bechara o'zini siltab, kerak bo'lsa orqa tomonga ag'darilib ketgan jarayonlar holatni kuzatib beradi, to'g'rimi? Ana o'sha paytda ikkita hisobni bir-biriga birlashtiruvchi bo'lgan mana bu hammasi detallar hisoblanadi. Bu maxsus konstruksionniy po'lat hisoblanadi. Agar bizda bu maxsus konstruksionniy po'lat o'rniga oddiy po'lat yoki bo'lmasa qattiq qotishmani qo'yadigan bo'lsak, bu unaqa darajada bizni talabimiz bo'yicha ishlash qobiliyatiga ega bo'lmay qoladi. Tushunasizlarmi? Agar bizda xuddi boya orqadagi strukturalar mana bu strukturalarga qaytadigan bo'lsak, ana endi bunda bizda birinchi navbatda bu nima bo'lyapti? Ya'ni boyagi kurchokni hech qanaqa yuk ta'siriga nima emas u? Ta'sir ko'rsatmayapti. Erkin holatdagi ana buni sekin o'shani indirgandan keyin sekin ko'tarishni boshlayapti. Ko'ryapsizlarmi, ichki zo'riqishni? Bu degani hazilakam narsa emas degan hurmatlar. Agar bizda bu narsagacha kirib qoladigan bo'lsa, xohlasa tasavvur qilasizlar, mana bizda agar mana bu kristal majina deb oladigan bo'lsak, bu tarkibidagi agar atomlar o'zini o'rnini tashlab boshqa joyga siljib ketishi nima deganmiz? Ha? Nima deganmiz? Shotki, frenki degan ikkita nuqson bor edi, eslaringizmi? Nuqsonlari turi. Agar mana bu holatda atom bu yoqqa qochsa-yu, mana bu atom bu yoqqa aylanib o'rin almashib qoladigan bo'lsa, ba'zilari bor, agar mana bu atom chekkaga qarab intilib ketib qoladi. Chekkaga qarab intilgandan keyin ular o'sha yacheykaning ichida nima qilmaydi? Chiqib ketmaydi. Agar uni boshqa turli esa, o'shanda mana bu korobkaning ichida bir tomonga qarab intilib, mana bu o'rnini bo'sh qoldirib qo'yadi. Natijada nima bo'ladi? Unda mana bunaqa, ya'ni yaxlit kuch nima deganmiz? Yaxlit kuch nima? Mana bu. Mana birinchi qatlamdan ikkinchi qatlam nima qilyapti? Mana koordinata bo'yicha siljyapti. Buni nima deganmiz? Shahzoda. Nima deganmiz? Savol. Nima deganmiz buni? Umumiy yaxlit siljishni biz dislokatsiya deganmiz. Dislokatsiyada ya'ni mana bu katta hajmdagi nagruskalar bilan o'rnini nima qiladi? Almashib qoladi. Yana qaranglar. Bunda agar mana bu kristal mana bu atom, mana bu ikkita atom o'rtasida bo'lganda biz buni dislokatsiya demas edik. O'shaning uchun mana bu atom bilan nima qilyapti? Birlashib turyapti. O'shaning uchun bu yaxlit siljidida, lekin erkin holatda emas. Mana bu bilan nima qilyapti? Ushlashib ketyapti. Mana buni bekorga chizib qo'yganmiz, koordinata. Buni 50% dan chizganmiz. 1-2-3 ko'ryapsizlar? Ana endi bundan tashqari plastik deformatsiyalar natijasida doimdor shakl yo'nalishini o'zgartiradi, plastik vakuum tomonidan cho'ziladigan to'liq struktura hosil bo'lishi. Ana endi qaranglar. Mana bu struktura. Mana tiqimni ko'ryapsizlarmi? Ana bu tiqimni o'zidagi holatni ko'ryapsizlarmi? Mana bu bilan, mana bu tashqi. Ya'ni biz ko'rib turgan tomoni. Agar biz ko'rib turgan narsani ham kessak, ichki tomoni bo'lishi mumkinmi? Xuddi mana shu holatlar bo'yicha bizlarga eng yaxshi bizni mana bunaqa metallический agar konstruksiya bo'yicha oladigan bo'lsa tayyorlangan metalni strukturasi. Buni ichida mana bu devorlarni o'zini, mana buni hammasini har xil nimalari bor? Nomlari bor, avtomat, berlik, sementli, hammasini o'zlarining nomi bor. Agar bittasi foiz ko'proq bo'lib qoladigan bo'lsa ham, struktura nima qilib qoladi? O'zgarib ketib qoladi. Natijada material keyin bo'ladi nuqson, bo'ladi mustahkamligi past, bo'ladi chegarasi aniq bo'lmay qoladi. Xohlagan joyda agar mana bo'ladigan bo'lsa, bizlar xohlasimon strukturaga ega bo'lgan ko'rinishi deb atar ekanmiz.
Mana bularni oladigan bo'lsak, bular bizada boyagi sizlarga ko'rsatgan burchaklarni qaraysalar, buni holati o'zgarishini ko'rasizlar. Mana xuddi mana shu holatda, ya'ni erkin holatdagini ko'rdilar-a? Ya'ni mana bunga osilgan yuk yuqori darajada nagrutka bo'lavergandan keyin nima qilishni boshlayapti? Holat o'zgaryapti, ya'ni dislokatsiya hosil bo'lyapti. Va deformatsiya natijasida metalli mexanik xossalar o'zgaryapti. Mexanik xossa nima edi? Mustahkamlik, qattiqlik. Biz hammamiz biz endi mana bu kim menga mana narsani tushuntirib beradi? Sizlarga qayta tushuntirib berdim-ku termoparni. Ha? Bunaqa holatda agar bizni ishlash jarayonimizda mana shu narsa bo'lmasa, biz nolga ishlagan bo'lamiz. Tushunasizmi? Agar endi plastik deformatsiyalar natijasida metall mexanik kimyo xossalari o'zgarish, puxtalanish deb ataladi. Konstruksiyada puxtaligi degan gap bor. Ya'ni konstruksiya materiallarni puxtalash. Puxtalashga bizga nimalar kerak? Ko'ryapsizlarmi? Nima qilsak, biz uni puxtalagan deb atar ekanmiz. Ana endi agar puxtalangan materiallar buzilsa, atomlar qo'shimcha energiya olib, buzilishlar ancha kam bo'lgan yengil kristal panjara nima qiladi? Tuzadi. Yengil kristal panjara degan nima degani? Yana qaytaraman. Agar puxtalangan metal qizdirilsa, deyapti. Atom qo'shimcha energiya olib, buzilishlar ancha kam bo'lgan yangi kristal panjara hosil qiladi. Bu narsani meselaga mana eslaringda bo'lsa, meselaga termopara bo'yicha bitta ishlamay qolgan detalni tanlab, biz unga kimyoviy nima qilganmiz? Kimyoviy emas, termik ishlov berganmiz. Ana undan keyin termikdan keyin kimyoviy termik ishlov berganmiz. Bunda nima bo'lyapti? Kristal panjara. Ya'ni mana bu holat. Ana endi qarang. Mana bu holat. Nimasini farq qilyapti ikkalasi? Qo'shboqlar. Bunda atomlar bor, qo'shboq emas, qo'shboq yo'q metal. Bunda faqat reshetka. Ya'ni panjara. Agar panjara bizga qachon paydo bo'ladi? Atomlarning harakati birdek bo'ladigan bo'lsa, o'sha payt. Ana endi biz metalni oldikda pechga qo'ydik, temperaturasini yettirdik. Tushunyapsizlarmi? Mana bu atomlar, bilasizlar. Ana endi biz bunga kristal panjara turibdi-ku mana. Ya'ni buni biz suyuq holatdan qattiq holatga o'tishini misol qilganmiz. Agar suvni 0 gradusda nima bo'lardi? Mana endi qaranglar. Agar bizda suyuq holatda mana bunaqa turadi. Atomlar xohlasa mana bunaqa qarshi turadi. Ana endi bizda umuman nolda turibdi, bo'ldi, atomlar harakatini to'xtadi. Sekin minusga qarab o'tkazyapmiz. Uje atomlar nima qilyapti? Atomlar kristallashishga o'tadi. Atomlar tartibi nima qildi? Yo'lga olib kelgan ekan. Tinch holatga to'xtadi. Chunki betartibida xohlasa bunaqa, mana xohlasa qattiq holatga keldi. Uni nolga olib kelganimizdan keyin harakatlar to'xtadi. Keyin uni biz sovuq holatga o'tkazyapmiz, temperatura, past temperatura. Ana sekin atomlar nima qilyapti? Tartib bilan joylashishni boshlayapti. Nimaga? Chunki bir-biriga tortishyapti ular. Ana o'sha holatda atomlar paydo bo'ladi. Yana ham harorat pasaytirib ketamiz. Mana bunaqa holatga keladi. Mana bunda tartibda harakat bo'lishi uchun mana bunaqa nima bo'lish kerak? Panjaralar hosil qilish kerak bo'lar ekan. Hurmatli talabalar, ana endi mana bu holatga keldi. Bu holatga keldi. Kristal panjara hosil bo'ldi. Endi mana shu narsani bizda metal sohasi bo'yicha, metal konstruksiyasi bo'yicha oladigan bo'lsak, eritma. Ya'ni bitta metalni eritdik. 1500 dan, 1600 dan eritdik uni. Suyuq holatga keldi. Ana endi suyuq holatdan keyin uni bajariladigan ish. Uni keyin bu ana termopara bo'yicha mana bu boryapti. Mana bu qaytyapti. Ko'ryapsizlarmi? Bitta parani o'ziga joylashtirib yuborgan ham issiqlik hamda
sovutish jarayoni. Ana endi buni biz kristallab oldik. Ya'ni metalni qattiq holatda turibdi. Endi buni biz suyuq holatda qattiq holatga o'tkazdik. Suv misolida. Ana endi shuni eritma hisobida oladigan bo'lsak, biz uni mana bu tayyor kristal banjara turibdi. Biz buni pechga solamizda temperatura ta'sir ettiramiz. Bu mana bu bo'yicha ketadi. Temperatura ta'sir ettiramiz. Mana xuddi mana shu holatda mana bu bo'yicha ketamiz. Mana bu bo'yicha ketamiz. Nimaga? Chunki qaranglar, mana bunda 220 deyapti. 220 ga nima qilyapti? Yetmayapti. Ya'ni bu 1060 gradusda 220. Ko'ryapsizlarmi? Ikkalasi orasida bu. Mana bunda 600 gradusda уже mana bu chegaradan mana bu chegaraga o'tyapti. Endi qaranglar, bu chegara nima deganmiz? Faza deganmiz, faza. Ya'ni buni chorakdan chorakka o'tish oralig'i bu faza deyiladi. Ana endi pechga soldik, temperaturani berdik. Mana bu kristal panjara. Kristal panjara temperatura ta'sir etgan paytda uni ma'lum bir temperaturaga chiqarganimizdan keyin mana bu narsalar nima qiladi? Yo'qoladi o'z-o'zidan. Tushunyapsizlarmi? Mana bu narsa yo'q bo'ladi. Biz shu holatda shunaqangi sinchiklab kuzatishimiz kerakki, o'sha mana bu yo'qolgandan keyin ham temperaturani nima qilishimiz kerak emas. Oshirishimiz kerak emas. Agar oshadigan bo'lsa, mana bu atomlar nima qiladi? Suradi bu yerda. Mana bu atomlar hammasi ketaveradi. Chunki nima qilyapti u? Suyuq holatga o'tgan sari atomlar tartibi betartib qarab ketaveradi mana shu. Tushunyapsizlar? Ana endi biz buni mana bular yo'qolib ketdi-ku panjaralar. Atomlar joy-joyida deyapti, mana bunaqa turibdi deyapti mana. Yengil kristal panjara tuzadi deyapti. Yengil kristal panjara degan mana bu panjaralar sekin astalik bilan qo'yib yuboradi. Ana undan keyin biz unga o'sha haroratda ushlab turamiz. O'sha ushlab turish paytida unga kimyoviy tarkib ta'sir ettiramiz. Azotlaymiz, sintezini bir baloda qilamizda, xullas nima maqsadimiz nimaligiga qarab unga ishlovni beramiz. Ana endi ma'lum bir haroratda ushlab turish degani nima degani edi? Nima degani edi? Hurmatli talabalar. Ma'lum haroratda ushlab turish kechaymi aytdim shu narsani? Oldingi. Ya'ni uni tarkibiga berilayotgan kimyoviy tarkiblarni o'ziga nima qolishi? Singib olib o'zida saqlab qolguncha bo'lgan vaqt uni o'sha haroratda ushlab turamiz degan. Ana endi o'sha haroratda ushlab turamiz. Mana bu hammasi zurib ketadi. Mana bular panjaralar o'z-o'zidan yo'q bo'lib qoladi. Faqatgina atomlarda o'zi qoladi. Metallar shunaqa o'zgaradi. Chunki qip-qizil bu qizidi ichki strukturasigacha qizidi. Tushunasizlar? O'sha ichki strukturasigacha qizidi. Ana o'sha qizigan jarayonda biz uni to'ydirdik, korroziya bardoshini ta'minladik, qattiqligini ta'minladik, yana yeyilishga bardoshligini ta'minlab, xullas kimyoviy terim ishlab berdik. Ana endi sekin sovutishni boshlaymiz. Sovutishni qanaqa turlari bor edi? Moyda, suvda eng oxirida vaziyat nol bo'lib qolgan paytda ona haroratida maxsus temperatura yordamida va pechni o'zidan. Tushunarlimi? Oxirida keyin suvga sovutish. Agar topilmay qolsa ilojimiz suvni sovutish mumkin. Ana agar suvni sovutadigan bo'lsa birdaniga sovib qoladi. Natijada nima bo'ladi? Material oshqoqlik yo'qolib, mo'rtlikka o'tib ketib qoladi. Ana endi o'sha holatda muallaq ushlab turdikmi bir xil vaqtda ma'lum belgilangan vaqtda ushlab turdikmi bir xil temperaturada. Ana undan keyin sovutishni boshlagan paytimizda o'z-o'zidan nima qiladi yana? Ya'ni reshotkalarni o'zida hosil qiladi.
Agar biz sovutish jarayoniga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu reshetkalarning soni, ya'ni ko'rinishi. Bu islaringdanmi Jasur? Nima qilardi sekin? Islom mustahkamligi. Islom senga aytyapti. Jasur ekan. Eslayapsanmi? Bo'yicha mutaxassis. Ana endi bu holatda yaxshi agar sovutib, yaxshi analiz qilib tuzatib qoladigan bo'lsak, o'z-o'zidan nima qiladi ko'rinibdiki, mustahkamlik nima qilyapti? Nima evaziga? Qanaqasi ishlik? Atomlar soni ko'payyapti. Ya'ni qancha atomlar soni ko'paygan sari bunda mustahkamlik oshib boraveradi. Ana bu uloqlar markazlashib bo'lgandan keyin uni nimasi boshlanadi? Hajmi markazlashib boshlaydi. Tushunyapsizlarmi? Xuddi mana bunaqa singari atomlar soni ko'payavergandan keyin bu etapdan oshgandan keyin nimaga keladi? Heksagonal prizmaga o'tib ketadi. Tushunyapsizlarmi? Bunda eng yuqori bizga plyus tomoni bunda cheksiz reshetkalar davom etib ketaveradi. Tushundinglarmi? Bunda qanaqa bo'ladi? Bunda eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, bunda xohlagan mana ma'lumotlardan davom etadi. Manbalardan davom etadi. Manbalardan davom etadi. Tushunyapsizlarmi? Ular har tomondan davom etib ketaveradi. Ana o'sha paytda oxiri mana bularning hammasi qo'shilib atom ko'payib bo'lgandan keyin bu qayerga qarab boshlaydi. Mustahkamlik oshish uchun yana ketdi. Manbaga qarab boshlaydi. Nima bo'lyapti yana? Xohlasak, xohlamasak, atomlar soni ko'payib, nima oshib ketib qolyapti? Mustahkamlik oshib ketaveradi. Bularni bizki qaysi metallning strukturasi deb ataymiz? Qiyin eriydigan metallarning strukturasi, ya'ni strukturasidagi kristal panjaralar deb atar ekanmiz. Tushunarlimi?